hafta chiqqanman. Saudiyada hamma ketyapti, o'zbeklar bo'ldi. قرب الناس شويه قرب الناس بس التراب عليكم انزل معك خالد ولا بسم الله أشهد أن محمدا رسول الله. مشكله ما ادري عشان تحدد مكان ده. شيلوا معايا يا اخوان حد يحمل برضك منه. بسم الله سنة رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. خليني احتاج واحد معك. كويس خالد انزل معاك. لا ماشي. Xo'p, avvalambor assalomu alaykum. Mana ko'rib turgan mana obunachalarim, yaxshimisizlar? Sog'lig'inglar yaxshimi? Xudo xolisa tezroq video qilishga qaror qildim. Mashina bo'lsa ham qilib qo'yibman. Xo'p, endi tushuntirib o'tib ketishim kerak-da. Bu mavzuni ochganingizdan keyin buni tushuntirib o'tib ketmasangiz, o'tgan safar kommentariyada yozibdi, tezroq gapir. Yoqmasa ko'rmang. Chiqib ketish huquqingiz bor, egasi bemalol chiqib ketishingiz mumkin. Xo'p, hurmatli aziz obunachilar, Makka shahrida o'zingiz bilasizlar, haj mavsumiga tozalovlar boshlandi. Hozirgi paytda kimlardir sizlarga va'da qilayotgan bo'lsa ishonmanglar, hozirgi paytda o'zi to'liq Makka shahridan odamlar ko'chaga chiqarilib ketmoqda. Videoni boshidan ko'rlang. Hamda mana shu Madina shahrida vafot etgan hojigamizdan Alloh rozi bo'lsin. Ilohim Baqiy qabristoniga qo'yildi, Jannatul Baqiy. İnşallah jannatlarda ko'rish nasib qilsin. Madinada shu Baqiy qabristoniga qo'yildi. Bizi ya'ni men jo'natgan insonlarni hech qanaqa muammolar inshaalloh O'zbekistonga qaytib kelishdi. Bizi yaxshi tomonimiz, men doim aytib kelganman, O'zbekiston havo yo'llari bilan ishlanadi. O'zbekiston Airways inshaalloh doim hech qachon birovni shu paytgacha sharmanda qilib qo'ymagan. Shu paytgacha reyslar qoldirilmasin uchgan. Bismillahirrahmanirrahim. Hop, assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana Yusufxon akam, mana bizi guruhimiz mana hammalari alhamdulillah robbil alamin. Mana 12-aprel kuni kelgan Madina Munawvaradan boshlab umra ziyoratiga, umra safariga kelgan, tavofga, umra hajiga kelgan guruhimizning a'zolari hammalari mana hoji onalar, hoji enalar, mana 90 ga kirganlari ham bor edi. Mana 1 yoshga kirganlari ham bor, hammalari bor. Hammalari salomat, mana xursand holatda. Ko'ngillar to'lib, xudo xolasa. Yusufxon akamdan eshitamiz. Mana biz 12-aprel kuni Xudo xolasa umra safariga keldik. Makka Madinadan boshladik safarimizni. Madinadan boshladik. Madina Munawvara. Mukarramaga keldik mana. Allohga shukr, mana safarlarimiz yaxshi o'tdi. Hamma yo'llarimiz zo'r bo'lib, hamma joylar ziyorat qilib, avvalambor mana shu guruhga rahmat. Shunchalik bizni yerga olib kelishga xizmat qilganlar hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Qolaversa mana shu eli boshimiz hoji akamga ham katta rahmat. Mana bizni Alloh rozi bo'lsin. Hamma yo'lda amallarni yaxshi bajarishimizga yordam qilib, bizni olib yurdi. Ilohim kelmaganlarni ham mana shu guruhlarda mana shu kelib ziyorat qilish nasib qilsin. Allohga shukr, va siz zo'r ekan. Amin. Hech qiyinchilik bo'lgani yo'q. Maza qilib mana ziyorat qilib, mana bugun Jiddadan Jidda muborak, ha? Jidda muborakda mana bugun Toshkentga To'g'ridan to'g'ri parvoz. O'zbekiston havo yo'llarida. Havo yo'llari orqali mana parvoz qilyapmiz. Inshaalloh, rahmat. Oilaviy keldingizmi? Necha kishi? Oilaviy, onam, men, singlim, onam bo'lib 4 kishi kelganmiz. 4 kishi kelingan, ha? Maza qilib mana hech qanday qiyinchilik, hech qanday bir muammo bo'lmadi bizda. Mehmonxona haqida yaqinmidi? Mehmonxonada juda yaxshi turdik. 3 mahal ovqatlarimiz hamma joyda. Hech qanday kamchilik yana bo'lgan yo'q.
Shuning uchun hurmatli aziz obunachilar, xudo xolasa bundan keyingi reyslarimiz xudo xolasa shu haj mavsumidan keyin bo'ladi. Hozirgi paytda shu haj mavsumiga va'da qilayotgan insonlarga aldanib qolmanglar, iltimos qilamiz shu narsani. Aldanib qolmanglar, katta hajga, shu haj mavsumiga va'da qilyapsizlarga ehtiyot bo'linglar, yaxshilab surishtiringlar. Chunki Makka ga olib borishadi, mehmonxonaga qo'ya olmaydi ular. Birorta uylarga olib borishadi yo boshqa joylarga olib borishadi. Mehmonxonaga qo'yishni o'zi katta muammo. Nimaga Abdumaliklar mehmonxonada redlar bo'ladi. O'tgan safar ko'rgansizlar, eshiklarni buzib tashlashgan, eshiklarni buzishib kirishgan. Shuning uchun iltimos qilaman, shunaqa narsalardan ehtiyot bo'linglar. Haj amalini qilaman deb borasizlar, lekin o'sha yerdan bir o'zingizga deportda yo'qsa bir muammolar orttirib kelmanglar. Bu yilgi reydlar juda qattiq bo'ladi. Shu politsiyalar Makka shahrini, Saudiya Arabistonni politsiyalari tomonidan kuchli reydlar bo'lib o'tadi. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Mana videoyimda mana ko'ryapsizlar o'zing. Odamlar bekinib qayerga borishadi oxiri? Hech qayerga borisha olmaydi. Baribir qayerda bo'lmasin politsiyalar topishadi hamda jazo bo'lsa jazo, bo'lmasa Saudiyadan sekin chiqarib yuborishadi. Shunaqa narsalardan ehtiyot bo'linglar. Shuncha pulga kuyib olmanglar. Men sizlarni o'ylab gapiryapman. Chunki sizlarni baribir arzon pulga olib ketmaydi. Siz bitta mashinani pulini sarflaysiz yo bo'lmasa bitta insonni bitta to'yga ketadigan pullar ketib qolyapti. Shuning uchun iltimos qilaman, behuda sarflab yormanglar. Haj bu farz amal. Har bitta insonni qodir bo'lsa, albatta qilish kerak. Lekin qonuniy qilsalarning o'zlariga yaxshida. To'g'ri, sizlar shu niyatlaring yomon bo'lmaydi. Hech qaysi inson masalan haj mavsumiga ketib yomon niyat bilan ketmaydi. Lekin obunachilar, sizlarni olib ketayotgan insonni niyati boshqacha bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni o'sha paytlarda borgandan keyin Arafat tog'iga kirish kerak. O'zlaring bilasizlar, Mino vodiylarida qolish kerak, jamoatga piyoda qatnashish kerak. Shayton toshayotgan. Shuning uchun haj mavsumida juda ham ehtiyot bo'linglar. Hozirgi paytda mana firibgarlar ko'payib ketdi. Davlat tomonidan borsalar endi to'g'ri, qimmat, lekin ishonchli. Ko'ngilingizga xotirjam, sizlarni birov haydamaydi, sizlarni birov chiqbatdan demaydi. Bemalol mehmonxonalarida turib, bemalol shu mehmonxonaga o'tib, Ka'baga qachon olasiz, ko'chada bemalol xotirjam yurasiz. Politsiyachi to'xtatib, qanday dokumentingiz, haj vizangizni ko'rsatasiz, bo'ldi. Yalla ketaver deydi. Bo'lmasa-chi, yo'q bo'lsa ushalasiz, o'zlaringizga muammo orttirasizlar. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Bitta hoji akamiz bor, o'zlaringiz bilasizlar, videolarni qo'yib o'tganman men. Shu haj mavsumida qolishgan hamda bilasizlar, endi ular Jiddadan tushganda ihrom kiymasdan tushgan. Nimaga desalar, shu ushalib qolmaydi, ihrom tushsa deb ihromsiz tushgan hamda bitta ular miqotni o'tib olishgan uchun qo'y so'yamiz degan. Hamda qo'y so'yish uchun borgan 50 boshlari kelmagan. Endi ular nima qilishgan? Arafatga borishimiz kerak biz deb tog' bo'lgan. Tog'dan oshamiz deyishgan. Tog'dan oshib o'tishayotganda 2 kishi o'sha yerda halok bo'lgan. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Shunaqa narsalar juda og'ir bo'ladi hatto. Hozir umra ziyoratga o'xshab o'zbek ko'p bo'ladi, lekin ularda mehmonxonaga qo'yish imkoniyati bo'lmaydi. Hozir masalan umra ziyorat yursalar, mabodo yo'qolib qolsalaringlar, luboy mehmonxonaga kirib o'zbek bilan chiqishib yo bo'lmasa shu telefon qilalasiz. U haj mavsumiga narsalar bo'lmaydi. Mashadan ehtiyot bo'lib qolinglar. Iltimos qilamiz, firibgarlarga aldanib qolmanglar. Ko'pchilik shu o'zini ishlab olay haj mavsumida katta pullar qo'yadi. Shuning uchun shunaqa narsalardan ehtiyot bo'linglar. Endi keladigan bo'lsa haj mavsumiga ishonchli bo'lsa, masalanda sizlar masalan men uchun sen nima qilasan agar desalar, men davlat tomonidan o'shirdim kutib yashayman xudo xolisa. Qachon kelsa o'shunda borsam, masalan yonimga onamni olsam ham masalan ko'nglim xotirjam bo'ladi. Nimaga? Borsam bizda masalan Arafat tog'ida palatganimiz aniq. Sarson bo'lmaymiz issiqlarda. Yo bo'lmasa Mina vodiyda palatganimiz aniq. Mehmonxonamiz aniq. Ovqatlarimiz joyida bo'ladi. Haj mavsumida ovqat, suv juda zarur bo'ladi. Quvvat kerak. Bunga insonga quvvat bo'lmasa juda qiyin. Shuning uchun hurmatli aziz obunachilar, firibgarlarga aldanib qolmanglar. Men sizlarni o'ylab gapiryapman. Hamda mana shu videoni boshida ko'rib turgan hoji akamiz haqqiga duo qilinglar. Hammaga shunaqa o'lim iloyim nasib qilsin. Hammamizga shunaqa o'lim, chiroyli o'lim nasib qilsin. Bir avtohalokatlarda, bir tog'poqdan tushib ketib, bir bola xunuk o'limlar nasib qilmasin. Hammamizga joy namoz ustida, yo bo'lmasa Madina shahrida, Rasulullohning yonlarida jon berish hammamiz siz ko'rib turganlaring inshaalloh nasib qilsa shunaqa chiroyli o'limlar. Chiroyli o'lim deganda men tushunaman. Hammaning fikri bor, mening fikrim shunaqa. Chiroyli o'lim deganda men Madinada Rasulullohning yonida jon berib,
shu sahobalar yoniga qo'yilishimni men orzu qilaman. Men Madinada Jannatul Baqiyda bo'lsa meni ham qabrim. Inshaalloh qiyomatda birinchi siriladiganlar inshaalloh Jannatul Baqiydalar. Shunga hammamizga shunaqa darajatlar nasib qilsin. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, hojilarga salom aytinglar, hoji tog'larga salom aytinglar. Bizdan bor kelinglar, meni ko'rib turgan bo'lsalaringiz sog' bo'linglar, salom bilan haj mavsumiga albatta sizlar bilan yana ko'rishamiz. Salomat bo'linglar, rahmat.